Yeni bir nəhayət qiziqarlıq ham nəhayət echinishlik bir transfer hadisəsini bayqab qaldım. Aldığım so'pinda men hozir dunyoning 97% boyligi 3% odamning qo'lida. Eshib qolgan 3% boylikni 97% odam talishidi degandim. Yeni müşahada o'xshashlar butkul dunyodagi 97% odamning ideyasida bir kechida boy bo'lish bor. Bir kechida boy bo'lib ketish, bir kechida loteriya chiqib, bir kechida katta milliarder bo'lib ketish, bir kechida shundoq boy bo'lib ketish. 97% odamning hammasi so'rsa naq ashundaq nihoyat oson boy bo'lgan, bir kechida boy bo'lgan shular majmualar oyligi 100 ko'ydan 5-10 ming ko'cha maosh olganlarning kallasida bir kun ashtaq boy bo'lib ketsamlar ba. Endi bu yerdagi dunyodagi masalan katta boylar mayli Elon Musk, Bill Gates deymiz, Zuckerberg deymiz, Navalny deymiz, rayonimizdagi yoki mahvatdan mayullankindanlar qaysi birsiniki hammasini tarjimonli so'zlagan narsalarni anglab beqanlar qaysi birisi men loteriya chiqib boy bo'lib ketdim deb baqdi. Qaysi birisi men bir kechida boy bo'ldim deb baqdi. Mumkin emas. Hammasi 1000 bir kechida boy bo'lganligi shunday. Hammasi 1000 bir kechida boy bo'lganlar. Bir kechida boy bo'lgan emas. Ham bir kechida boy bo'lganlarni atrofimizda ma'lum loteriya chiqib anglayotimiz. Lekin ular davomli boy bo'ladimi? Yo'q. Bir mezgildan killa necha yil o'tiblar yeni shu sizlar bizga o'xshash holatdagi turmushga qaytib qoldi. Rasmiy olganda bu to'g'risida bir rayonimizda emas, mamlakatimizda amaliy misollarni aytib ko'p. Shuning uchun mushayatga boy bo'lish, moliya, iqtisod erkinligiga erishish muvaffaqiyat qozonish to'g'risida mana 3 kitob Boy dadam va Namarat dadam dunyodagi eng qaltis kitoblarning birisi. Uning keyindan bu yerdagi maxfiyatlik soatish kuchining qonuniyati. Bu kitobning oldida qaysi va 70 yil cheklangan dunyodagi eng sirli 24 soatlik dars va hamda bu kitoblarni men sizlarga Uyg'urcha noyat tafsili izib, ichib, tushuntirib, yadrosi markaz ideyasi nimda va qanday qilishimiz kerak, qanday usul choralar va nimalarga diqqat qilishimiz kerak deganlardan tortib, xuddi g'arb sayyohatni, xuddi shpachalik haqida qissani, xuddi suv buydan so'zlab bergandek yeyishib so'zlab bersam qanday deysizlar? Endi bu kitoblarning ichida masalan bir qismda Uyg'urchasini topgan bo'lish mumkin. Noyat ba'zi qimmatga deb chidamay olmagan bo'lish mumkin. Endi bu yerda davlat tiligisini arzon bersak tushunmayotganman deb olmagan bo'lish mumkin. Yeni bir qismlar bu kitobni olgan bilan men o'qimayotganman, 5 mag'ribga kitobni xush qo'shaqmayotgan degan bo'lish mumkin. Unda anglsam bo'lmaydi deb. Shuning uchun men bu yerdagi qodi kitob darsxonasiga shu 3 kitobning hammasini yangidan bularniki rasmiy yashmisi Uyg'urcha men so'zlagan, xuddi 4 klassik esarini so'zlab bergandek so'zlab yeyishib ishirib bergan ben sizlarga tayyor qildim. Darsxonaga kirib anglsanglar bo'ladi. Darsxonaning ismi Qodi kitob 1. Salonda topolmay qolsanglar Qodi kitob deb yozsanglar maslak bevosita qaysi darsni sangiz shuni darsxona avatib bersa bo'ladi yoki siz ishni qilib qoldirsanglar bo'ladi. Pinchiga anglag'inglar bo'lsa o'shan yoqda yozib qo'yinglar. Rahmat.